Bugun 24-oktyabr 2025-yil. Ayni paytda Turkiyani Rize shahridamiz. Bu shahar Turkiyani choy shahri hisoblanar ekan. Pastda ko'rib turganingiz bu choy ekini. Tog' yonbag'irlar bilan chiziq-chiziq bo'lib o'sayotgan barcha mana shu ekinlar choy hisoblanadi. Butun bo'shliq choy bilan to'ldirilgan. Bu yerda choy juda zo'r bo'lar ekan. Keyin choy bilan mandarin ham yaxshi chiqishgani uchun orada ba'zilari mandarin ham ekib qo'yishadi. Yeyish uchun, ozgina chiqsa sotish uchun, asosan yeyish uchun. Bu yerda ilgari mana shu to'liq ko'rib turgan joylaringiz bir 60 yil ilgari Makka jo'xoriga kelgan. Undan keyin bir olim odam Batumidan choy ekib ko'rish kerak deb, endi uni taxminicha bu yerda bo'ladi, havo shartlari to'g'ri keladi deb choyni bir ekib ko'rgan, qarasa zo'r ketyapti. Butun xalq keyin choy daromadi yaxshi bo'lgani uchun ekmay qo'ygan. Makka jo'xori ekmay qo'ygan. Pastda tekisroq joylarda mandarin bog'lari ham bo'lgan, uni ham ekmay qo'yishgan. Mana bu choy ekini. Menimcha choy bo'lishi kerak shu. Novdalari qattiqroq olib qo'ygan, uchidan kesib olinadi.